Hi guys, bugun Kars Shahlo bilan Karscha kirishga tayyorlaymiz. Qani ketdik. Bu o'rinda men sizlarga bog'chadan to universitetni bitirgunimgacha bo'lgan vaqt oralig'ini gapirib beraman. Men 3 yoshimdan 5 yoshimgacha rus bog'chada turganman. 5,5 yoshimdan 7 yoshimgacha o'zbek guruhida turganman. Fevral oyida tug'ilganligim uchun yoki 6,5 yoshdan yoki 7,5 yoshdan maktabga borishimga to'g'ri kelgan. Mahallamizda 7-maktab bo'lgan, shu maktabga meni 6,5 yoshdan qabul qilishmagan. Keyin bo'lsa may oyigacha bog'chada turganman. Sentyabrgacha rus tilida hayvonlarni, mevalarni, sabzavotlarni yodlaganman. Chunki meni rus sinfga berishmoqchi bo'lishgan. Keyin bo'lsa men unamaganman. Rus sinfga borgim kelmagan. 1-sinfdan 4-sinfgacha klasskom bo'lganman. Keyin 6-sinfdan 10-sinfgacha klasskom bo'lganman. Maktabda juda kuydirgi qiz bo'lganman. Ham aktiv bo'lganman, ham yomon bo'lganman. Eng qizig'i matematikaga repetitorga borib baribir jismoniy tarbiyaga topshirganman. Universitetga budjetga kirganman o'qishga. Eng zo'richi maktab paytida boks bilan shug'ullanib yurib, boksga emas, boshlang'ich ta'limga topshirganman jismoniy tarbiyaga. Yosh qutqaruvchi degan sport turi bo'lardi. Shunda aktiv bo'lganim uchun meni pajarniga ishga olishgan, sportga qatnashishim uchun. Keyin pajarnida ishlaganman. Men topshirgan yili jismoniy tarbiya 3 yillik bo'lgan. Shuni hisobdan men 6,5 yoshda maktabga kirgandek bo'lib qolganman. Universitetda qizil diplomga bitirganman. Hali bo'lsa diplomim olganim yo'q. Chunki 3 yil staj so'rashgan. 3-kurs paytimda blogerlar bilan ishlab yurardim. Universitetni bitirdim, musobaqalarga borib yurdim va uje yangi komandam uchratib, o'zim uchun ishlashni boshladim. Odam o'zi yoqtirgan hobbisi orqali pul topsa, bu eng zo'r yutuq ekan. Ya'ni hobbini kasbga aylantirish. O'zim g'iybat qilguncha kireshkilarim ham tayyor bo'libdi. Yeb ko'raychi. Bismillahirrohmanirrohim. Tayyorlab ko'rishinglarni maslahat beraman. Ana yo. To'g'ri aytdim o'zi.